Assalamu alaykum hörmətli görürmənlər. Şərq Türkistan avazının gündəlik xəbərlərini görüşünüzlə qarşı alırıq. Hörmətli görürmənlər, G'ulam Osman əpəndi tərəfindən yazılған Şərq Türkistanның besivilingan zaman ekanligi munozir talab qilmaydigan haqiqat to'rnamliq maqolasi 27 oktyabr Hindiston davlatlik televiziya kanallarida, shundaqla muhim tor betlarda keng tarqatilib, zo'r ta'sir qo'zg'agan. O'tgan hafta G'ulam Osman əpəndining qatl-am Xitoylarning asosiy siyosati bo'lib kelmoqda nomli maqolasi Hindiston davlatlik axborot vositalarida tafsiliy anglatilgan. Yaqindan buyon Hindistonning davlatlik axborot vositalari va shundaqla asosliq tor betlarda Sharq Turkiston surgun hukumati, G'ulam Osman әпәndi, Salih Xudoyor әпәndi qatorliq ismlar keng o'rnamoqda. Tuvanda dehqonlarga G'ulam Osman әпәndi tarafidan yozilgan Sharq Turkistonning besivilingan zaman ekanligi munozir talab qilmaydigan haqiqat nomli maqolasini sunamiz. Bir tuproqning sening bo'lishining 3 yo'li bo'lib, buning ikkisi qonunliq, biri qonunsizdir. Bularni shundoq izohlash mumkin. Birinchi, agar ajdodlaringdan miros bo'lib kelayotgan bo'lsa, bu tuproq seningdir va qonuniydir. Ikkinchi, agar pul berib setib olgan bo'lsang, bu tuproq seningdir va qonuniydir. Uchinchi, zo'rliq kuch bilan besib olgan bo'lsang, sening. Ammo bu qonunsiz bo'lganlikdan, asli egalarining roziligi bo'lmaganligidan ishonchsizdir. Aman qaytirib elinish ehtimoli mavjuddir. Xitoylarning Sharq Turkiston haqidagi nomussiz iddaosiga bu mezonlar bo'yicha qaraydigan bo'lsak, Xitoylar bu tuproqda yashab kelayotgan bir millat emas. Gerçi Xitoylarning mayli gomindangchilari yoki kommunistlari bo'lsin, bu zamin haqida atalmish azaldan 2000 yil burun degan yolg'onni takrorlab, uni tarixiy haqiqatmish kabi tarix kitoblariga kirgizib, avlodlarning yushurin eyinga singdirib etishga o'rinib kelayotgan. Va shu sababdan Xitoylarning odatdagi puhrolardimi mushu yolg'onlarga ishonish tutumi. Bu zaminni hatto butkul O'rta Osiyoni bizning deydigan tabiiy ong shakllantirilgan bo'lsa-mu, ammo amaliyot ustiga qo'yib atalmish azaldan tekshirib ko'rsaklar hamma narsa ayon bo'ladi. Xalqaro kechirim tashkiloti 2002-yilda tarqatgan bir hujjatda 1949-yili kommunistlar Sharq Turkistonni ishg'ol qilishdan ilgari Sharq Turkiston nopusida Xitoylarning nopusi faqat 2% ni tashkil qilgan. Bu mutaxi tajovuzchi armiya, soqchi, mustamlik hukumatining amaldorlaridan iborat bo'lib, bir odatdagi puhra, dehqon yoki chorvachi yo'q. 1949-yilgacha 2% lik saviyada turgan Xitoylar qandoqsiga bu zaminni ajdodlardan miros bo'lib kelayotgan qonuniy mulk deyalaydi. U holda qolgan 98% aholining zamini qayerda? Yoki Xitoylar bu zaminni Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga ijaraga berib etib, o'zlari Xitoyga qaytib ketganmi? Ulardan yana nurg'un gumonliq savollar tug'iladi. Ijaraga berib turgan bo'lsa, ijara hujjati bormi degandek. Bu tarixiy reallikni o'zgartirish uchun Xitoylar amdilikda Xitoylar Sharq Turkistonning asosiy aholisi bo'lib kelgan. Sharq Turkistondagi boshqa millatlar ko'chib kelgan ko'chmanlar degan safsatini bozorga selib, yolg'on tarix yasab, uni kishilarga talqin qilmoqda, qabul qilishga zo'rlamoqda. Ikkinchi turga kelsak, Xitoylar bu zaminni setib olganmi? Setib olgan bo'lsa, setib olish hujjati bormi? Tabiiyki, Xitoylar bu zaminni setib olganligini o'zimi deb baxmadi. U holda uchinchi tur bo'lgan zo'rliq kuch yoki boshqa qonunsiz vositalar bilan egilib olishla qoldi. Undaqkan, mayli Xitoylar, mayli dunyo jamoatchiligi bo'lsin, bu tarixiy paketlarni hurmat qilib, Sharq Turkistonning besivilingan zamin ekanligini e'tirof qilishi aqalli axloq normalari ichidagi oddiy bir reja bo'lib qoladi. Insonning axloqiy ifodalarini oq-qora ikki tur bo'yicha ifodalaganda razillik va go'zallikdan birini namoyon qiladi. Agar biri haqiqatga yon bosmaydigan, haqni yoki haqsizlikni ko'rmasga soladigan bo'lsa, bu haqiqatan razillik bo'lib hisoblanadi. Haq tarafda emas, manfaat tarafda turishmi inson uchun go'zal axloq hisoblanmaydi. Buning uchun biz Sharq Turkiston xalqi bugünkidek madaniyat davrida yovvoyilarcha zulm va xo'rlik uchrayotgan bir xalq insoniyatdan haq sohib chiqishni, haqqi yon besishni, haq tarafda turishni, zolimga yon bosmasligini, tarixiy haqiqatlarni ko'rmasga solmasligini samimiyat bilan talab qilamiz. Sharq Turkistonning ishg'ol ostidagi davlat ekanligini, Xitoylarning tajovuz ekanligini ochiq tonishini talab qilamiz. Faşizm har qachon balo-ofatdir. Xitoy faşizmidan butun insoniyatni ogohlantiramiz. Chunki biz Xitoylarni hammadan bak tushunamiz. Xitoylarning kengaymichilik usuli o'zgacha bo'lib, u bo'lsa-mu ko'chmanlik. Aslida Malayziya tuprog'i bo'lgan Singapur Xitoy ko'chmanlarining ko'payib, nupusining yerliklardan eshib ketish sababidan tug'ilgan ikkinchi bir Xitoy davlati ekanligini,
Xitoylar bu yani harbiy mudoxil yo'li bilan besolmaganligini esingizga olsangiz buni bilasiz. Bugun Malaysiyada yana 4 milliondan ortiq Xitoy ko'chman nüfusi hosil bo'ldi. Va bu Xitoylar Malaysiya iqtisodining yarmidan ko'pragini changilda tutmoqda. Uzoq Sibirya, Vladivostok taraflaridagi Rossiya zaminlarida bugun demografik qurilma butunlay o'zgarmoqda. Xitoy ko'chman nüfusi yerlik nüfusdan eshib ketish vaziyati borliq kelgan bo'lib, bu yerlarda Xitoyning zamin talabi tug'ilishi vaqt masalasidir. O'rta Osiyodagi ko'chman Xitoylar yerliklar bilan to'y qilish orqali o'ltiroq qilishlar Xitoyning O'rta Osiyoga kengayish planidan ichidan moslashadigan kuch hosil qilish uchun Xitoy davlati g'arazlik turda rag'bat berib ko'chirayotgan ko'chmanlardir. Afrika Yevropa mustamlikachiligidan qutulib, bugunga kelganda Xitoy mustamlikasiga aylanishga nomzod bo'lib qelyapmoqda. Afrikada ko'payayotgan Xitoy ko'chmanlari hozirdan ba'zi surkilishlarga sabab bo'lmoqda. Buning bilan qolmay Latin Amerikasi, hatto Kanada tuproqlarida bo'lgan sari ko'payib, neft sanoati qatorliq sanoat shirkatlari, qon ichish huquqlarini qo'lga kirgizib olish urinishlari va bu yo'lda qozongan muvaffaqiyatlari hala bu davlatlarning jiddiy ma'noda diqqatini tortmayotgani afsuslanarlidir. Xitoylar to'liq changalig'a kirgizmay turib qanoat qilmaydi va to'liq changalig'a kirgizganga qadar dunyoning eng yavash, do'stona, kular yuzlik, muloyim xalqi bo'lishni davom qiladi. Bizga dastlabki kelgandami ana shu kular yuzlik, do'stona, muloyim, yordamsuyarlik xususiyatlarini namoyon qilib, bizni bexud qoldirgan edi. Buni bugun o'zimizdan boshqalarga deb ishondira olmayotganligimizning o'zi Xitoylarning naqadar tulki mijozligining yana bir turdagi isbotidir. Xitoylarning bundoq atalmish ishchan, yumshoq xuyliq, yuvosh xalqlik ifodalar ostiga yoshirilgan yovuzlik undoq oson oshkor bo'lmaydi. Asli qiyofat oshkor bo'lganda bo'lsa, allaqachon kechikkan bo'lamiz. Xuddi bizning ochiq qismatimizdek. Bugun taraqqiy qilmagan davlatlarga qilinayotgan Xitoy yordami balo qazoning boshlanishidir. Ular qarzni emas, zamin talab qiladi. Bu isbotlandi. Tojikiston va Qirg'izistonlardan tuproq talabida bo'ldi va buningga erishdi. Xitoy qarzlar bo'lgan yoki Xitoyning atalmish yordamiga erishgan davlatlarning beshida ajal qushlarining agayotganligini deb ogohlantirib qo'yishni insonlik burchimiz deb bilamiz. Shunda hurmatli ko'ruvchilarimiz, bugun taraqqiy qilmagan davlatlarga qilinayotgan atalmish Xitoy yordami balo qazoning boshlanishidir. Chunki Xitoy qarz emas, balki zamin talab qiladi. Bu isbotlandi. Chunki Xitoy Tojikiston va Qirg'izistondan qarz emas, balki zamin talab qildi va buningga erishdi. Xitoyning atalmish yordamiga erishgan va Xitoyga qarzdor bo'lgan davlatlarning boshlarida ajal qushlarining agayotganligini deb ogohlantirish berish bizning insonlik burchimizdir. Programmamizni yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar, xayr-xush, Allohga omonat.